Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, mo'min musulmon birodarlar. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin, qilayotgan ibodatlarimizni ijobat qilsin. Azizlar, buyuk oyda turibmiz. Muborak Ramazon oyi boshqa oylardan afzal oy. Boshqa oylarda qilingan ibodatlardan bu oyda qilingan ibodat afzal ibodat. Boshqa oylarda qilingan duolardan bu oyning duosi eng afzal va mustajob duo hisoblanadi. Alloh taolo bizga ro'zani farz qilar ekan, Ramazon oyining muborak oy ekanligini, Ramazon oyi Qur'on oyi ekanligini, shu oyda ro'za tutish farz ekanligini aytgandan keyin bu oyatlarga ulagan holatda yana bir oyat, ya'ni duo haqidagi oyatni nozil qildi. Duo haqidagi oyatdan keyin yana ro'zaga xos bo'lgan hukmlarni bayon qilib ketdi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an. Ramazon oyi shunday oyki, unda Qur'on nozil bo'lgan oydir deb Ramazon oyi haqida aytib, keyin va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, agarda ey Muhammad sizdan bandalarim men haqimda so'rashsa, men ularga yaqinman deb, ujibu da'vatad da'i iza da'an, agar duo qilsa duo qiluvchining duosini qabul qilaman dedi. So'ngra uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum, Ramazon kechalarida ayollaringiz bilan birga bo'lsangizlar bo'ladi, halol deb Alloh taolo yana Ramazon haqida gapni davom ettirdi. Ajabo, Ramazon oyatlari, ro'za haqida nozil bo'lgan oyatlar orasida duo oyatining kirib qolishini sababi, duo oyati aynan o'sha joyda keltirilishligining sababi nimada ekan? Ulamolar aytishadiki, mufassirlar, shariat olimlari buni yaxshi tahlil qilib chuqur o'rgangan ulamolar aytishadiki, Alloh taologa muqarrab bo'lgan, ro'za tutib, Ramazon oyini e'zozlab, Ramazonning ro'zalari, kechalari tarovihlarda turib, ibodatlarni qilib, Alloh taologa muqarrab bo'lgan inson, Alloh taoloning shiorlarini ulug'lagan, ta'zim qilgan, buyuk sanagan va bundan to'g'ri foydalangan, g'animat bilgan odam duo qilganda albatta Alloh taolo duosini qabul qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam lis-soimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ro'zador og'iz ochar paytida duo qilsa agar duosi rad qilinmaydi, qaytarilmas duosi bor ro'zadorning dedilar. Demak, Alloh taolo ushbu oyatda marhamat qilib aytadi. Ro'za haqida kelgan oyatlardan keyingi oyatda aytadiki, va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Agar bandalarim men haqimda so'rashsa, mening xos bandalarim Alloh taolo qanday Alloh taologa muhabbat qo'ysak bo'ladi? Alloh taoloni qanday topsak bo'ladi? Hayotimizning har lahzasi, har jabhasida Allohning buyrug'i bilan yashashlik qanday bo'ladi? Alloh taologa duo qilsak duolarimiz qabul bo'ladimi deb so'rashsa, men yaqinman deydi Alloh taolo. Ularga ayting, ya'ni men yaqinman. Ularga bildiring mening yaqinligimni. Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Men unga, ya'ni bandamga jon tomiridan, mana shu tomog'i tagidagi tomirdan ham yaqinman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, Alloh taoloning yaqin ekanligini Ramazonda ro'za tutgan, ro'zaning haqqini berib tutgan, Ramazonda to'g'ri talab qilingandek ibodat qilgan inson his qiladi. Alloh taolo go'yoki Ramazon ro'zasini mukammal tutgan insonga mukofot sifatida duosini qabul qilishlikni taklif qilyapti. Ya'ni duolaringizni qabul qilaman deyapti. Ramazon ro'zasini mukammal tutgan inson, Ramazonda kechalari ibodat qilgan inson Alloh taoloni izlab qoladi.
Allohga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Rasulullohga aytayaptiki, bandalarim, mana shu roza tutgan bandalarim men haqimda so'rashsa men yaqinman. Ya'ni albatta ular so'rashadi. Ro'zani mukammal tutgan inson Alloh taolo haqida izlanishi davom etadi. Izlanadi. So'raydi, Allohga qanday yana yaqin bo'lsam ekan, qanday muqarrab bo'lsam ekan degan savollar uning xayolidan aylanadi, fikridan aylanadi. Alloh taolo buning yo'lini duo bilan deyapti. Duo ham ibodat, duo qilishlik Alloh taologa muqarrab bo'lish yo'li. Bu ham Ramazonning go'zalliklaridan biri hisoblanadi. Demak, Ramazonda duolar mustajob bo'ladi. Alloh taolo duolarni qabul qiladi. Ushbu oyatning ma'nolari haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, batafsil to'xtalishga vaqt yetmaydi. Qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, Alloh taolo mana shu joyda va iza sa'alaka ibadi, agar sizdan mening bandalarim so'rasa, men haqimda deydi. Men haqimda so'rasa. Go'yoki Ramazon ro'zasini tutgan odamlar Alloh taologa yaqin bo'lib, Allohning xos bandalariga aylangan odamlar. Alloh taolo o'ziga nisbat beryapti ularni. Mening bandalarim so'rashsa fa inni qarib. Men ularga yaqinman deyapti. Alloh ularni o'zining bandalari safiga, xos bandalari safiga, Allohning rahmatiga dohil bo'lgan, rahmati doirasidagi bandalari safiga deb ularni e'lon qildi birinchi. Ular mening bandalarim dedi. Go'yoki boshqalar Alloh taoloning garchi bandasi bo'lsa ham, Alloh yaratgan insonlar bo'lsa ham, Allohning xos bandalari doirasida emas, ular safida emas. Faqatgina mana shu ro'zani mukammal tutib unda ibodat qilganlar Alloh taoloning xos bandalari safiga kiritildi-yu, men ularga yaqinman. Men ularga yaqin ekanligimni inoyatim bilan, fazlu karamim bilan ularga yaqin ekanligimni bildiring deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdi. Hatto men yaqinman deb javob berganda ham ayting degan so'zni qo'shmadi orada. Chunki Qur'oni Karimda nimaiki savol bo'lsa, Alloh taolo aytadiki, sizdan bu haqda so'raydilar, ayting ularga buning javobi bunday. Sizdan falon narsa haqida so'raydilar, ayting uning javobi bunday. Lekin bu joyda mana shu duo borasida kelgan hadisda, oyat karimada Alloh taolo aytdiki, fa inni qarib qul demadi. Ya'ni ayting ularga demadi. Hatto yaqinligini bildirishlik uchun ayting degan so'zni ham qo'shmadi. Demak azizlar, Ramazon shunday buyuk oy. Ramazonning ibodati oddiy ibodatlardan emas, Ramazon insonni Allohga yaqin qiluvchi, Alloh taologa muhabbatli qilib tarbiyalovchi oy. Alloh taologa shunday inson muhabbatli bo'ladiki, Allohga yaqin bo'lib qoladi. Alloh taolo unga duosini ham ijobat qiladi. Duo qilganda har qanday duoni Alloh taolo ijobat qiladi Ramazonda. Faqatgina banda shoshilmasligi kerak. Duoni Alloh taolodan to'g'ri narsani so'rashni bilish kerak va duo qilgandan keyin ijobatini Allohga qo'yib berish kerak. Bu ham duoni odoblaridan hisoblanadi. Duoni odoblaridan Allohdan so'rayapmizmi, nimaga ijobat qilmayapti, nimaga so'raganimni bermayapti deyishlik bu odobsizlik hisoblanadi. Shundan, ya'ni Allohdan so'ragandan keyin Xudoga topshirib qo'yib, o'zi xohlagan tarzda mendan qabul qiladi deb Alloh taologa topshirib odob saqlashlik bu chiroyli odoblardan, Xudoga nisbatan, Alloh taologa nisbatan odob saqlash hisoblanadi. Azizlar, Ramazonning demak go'zalliklaridan yana biri Ramazonda duo qilishlik, duolar qabul bo'lishligi, Alloh taolodan dunyo va oxirat yaxshiliklarini so'rashlik, o'zimiz uchun, farzandlarimiz, zurriyotlarimiz, ahli oilamiz, xalqimiz uchun yaxshiliklarni so'rab bu Ramazonlarda duo qilaylik. Alloh duolarimizni mustajob qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.